Assalomu alaykum. Mening aziz bilimli bolajon kanalining muxlislari. 21-dars mavzu davomi ona tilidan eng yaxshi ixtirolar. 7-mashq. O'qing, savollarga javob bering. Qadimda kitob matni faqat qo'lda yozilgan. Bitta kitobni yozish uchun bir necha oy vaqt ketardi. Shuning uchun kitoblar soni juda kam bo'lgan. Keyin tosh bosma ixtiro qilindi. Bu qurilma kitobdagi yozuvlarni bir zumda qog'ozga tushira olardi. Shunday qilib kitob chiqarish osonlashadi. Oddiy odamlar ham kitob sotib olishi mumkin bo'ladi. Savol: nega kitob o'qiymiz? Albatta, har bir inson kitob o'qimoq zarur. Kitobni o'qisangiz ko'p bilimga ega bo'lasiz. Hozirgi telefonlardan ko'ra kitobda ko'p narsa bayon qilingan. O'tgan tariximiz, o'tgan zamondagi tog' va toshlar orasidagi hayvonlar, undan tashqari juda ko'p kerakli narsalar kitobda bayon qilinadi. Undan tashqari maqollar, topishmoqlar, turli masallar, ertaklar o'qiymiz. Ikkinchi savol: tosh bosma ixtiro qilinmaganda hozir hayotimiz qanday bo'lar edi? Albatta, tosh bosma orqali yanada bosmaxonalar rivojlanib ketdi. Tosh bosma ixtiro bo'lmaganda kitoblar kam yozilgan bo'lar edi va o'zining kerakli o'quvchisiga yetib borish qiyin bo'lar edi. Hozirgi vaqtda texnikamiz juda ham rivojlangan. Shuning uchun bilamizki, kitoblar juda ko'p bosmadan chiqadi. Ertaklar, hikoyalar, romanlar, asarlar, she'rlar hammasi kitoblarda bayon qilinadi. Uyga vazifa. Ixtirolar mavzusida so'roq mazmunda kelgan 4 ta gap tuzing. Uyga vazifa. Birinchi savol: kompas nima uchun kerak? So'roq belgisi. G'ildirak haqida nima tushundingiz? So'roq. Savol berib turibdi. 3. Kompyuter nima uchun kerak? Bu ham so'roq. 4. Televizor qachon paydo bo'lgan? So'roq belgisi. Savollar oxiriga so'roq belgisi qo'yiladi. Mana sizga 4 ta gapdan iborat uyga vazifa. 8-mashq. Gaplarning oxiriga mos tinish belgilarini qo'yib yozing. Birinchi gap: Anvarning ola-bula sigiri bolaladi. Oxiriga nuqta qo'yiladi. Nodira qanday kitob o'qiyapti? Nodira qanday kitob o'qiyapti? Savol beryapti. So'roq belgisi qo'yiladi. Shu yerda tug'ilganimdan baxtiyorman. Undov belgisi. Chunki bu gap his-hayajon bilan aytilyapti. Shu yurtda tug'ilganimdan baxtiyorman. Undov belgisi. Ya'ni 8-gap mashq mana bunday. Anvarning ola-bula sigiri bolaladi. Nuqta. Nodira qanday kitob o'qiyapti? So'roq. Shu yurtda tug'ilganimdan baxtiyorman. Undov belgisi qo'yildi. So'roq, nuqta, undov belgisi. 9-mashq. Kim yoki nima haqida aytilganini bildiruvchi so'zlarni qo'yib, gaplarni ko'chiring. Kim odamlarni davolaydi? Nima yerni isitadi? Kim bolalarni o'qitadi? Nima asal yig'adi? Kim yo'lovchilarni tashiydi? Kim taom pishiradi? Qo'yish uchun bizga mana bu joyda 6 ta so'z turibdi. Albatta shu 6 ta so'zni mana shu gaplarning kerakli joyiga joylashtiramiz. Ya'ni oshpaz, quyosh, shifokor, o'qituvchi, haydovchi va asalari. Kim
odamlarni davolaydi. Shifokor, nuqtalar o'rniga shifokor so'zini qo'yamiz. Nima yerni isitadi? Quyosh yerni isitadi. Kim bolalarni o'qitadi? O'qituvchi bolalarni o'qitadi. Nima asal yig'adi? Asalari asal yig'adi. Kim yo'lovchilarni tashiydi? Haydovchi yo'lovchilarni tashiydi. Kim taom pishiradi? Oshpaz taom pishiradi. İnsonlarga savol berganda tirik mavjudot insonlarga kim deb savol beramiz? Jonsiz mavjudotlarga esa nima degan savol beriladi. Mana 9-mashqimiz mana bunday bajariladi. Shifokor kim odamlarni davolaydi? Nima? Quyosh yerni isitadi. Kim o'qituvchi bolalarni o'qitadi? Nima asalari asal yig'adi? Kim yo'lovchilarni tashiydi? Haydovchi. Kim oshpaz taom pishiradi? Kim pishiradi? Oshpaz pishiradi. 10-mashq. Rasmlarga qarab bittadan gap tuzing. Ruchka. Xo'p, yonida quruvchi, mushuk, qiz bola. Bularga atab bizlar bitta gap tuzamiz. Gapning kim yoki nima haqida aytilganini bildiruvchi so'zlarni so'roq berib aniqlang. Shu so'zlarning tagiga bitta chiziq chizing debdi. Namuna: quruvchi uylar quradi. Kim uylar quradi? Quruvchi. Ikkinchi, ruchka so'ziga nima? Ruchka yozadi. Kim? Quruvchi devorni ohaklaydi. Nima? Mushuk juda mayin miyovlaydi. Mushuk. Nima? Kim? Nigora samolyotda uchadi. Kim? Nigora. 11-mashq. O'qing. Televizor eng yaxshi ixtirolardan biridir. Televizor butun dunyoni ko'rsatadi. Bu qurilmani bir kishi ixtiro qilmagan. Toshkentlik olimlar Boris Grabovskiy va Ivan Belyanskiy ham televizorning ixtirochilaridan sanaladi. Televizor odamlarga bir joyda turib jahon bo'ylab sayohat qilish imkoniyatini beradi. Mana sizga chiroyli bir hikoya. Bu kichkinagina hikoyada siz ancha narsa o'rgandingiz. Televizorni kim ixtiro qilganligi to'g'risida bilib oldingiz. Ya'ni toshkentlik olim Boris Grabovskiy va Ivan Belyanskiy degan rus olimlari televizorni ixtiro qilgan ekan. Birinchi savol. Televizorning foydali jihatlarini sanang. Albatta, televizor biz uchun eng zarur bo'lgan texnik vositasi hisoblanadi. Har bitta xonadonda televizor bor. Televizordan biz juda yaxshi foydalanamiz. Televizor butun dunyoni ko'rsatadi. Yangiliklar eshitamiz, yaxshi kinolar ko'ramiz, ertaklar tinglaymiz. Undan tashqari ixtirolar, qayerda yangi ixtirolar bo'lsa, ana o'shalarni ham bizga ko'rsatib beradi yangiliklar orqali. Televizorning foydasi juda ham katta. Ikkinchi savol. Televizorni ko'p ko'rish zararmi? Ha, albatta. Televizorni ko'p ko'rish ko'zga ziyon. Miyangiz charchaydi. Undan tashqari televizorda keraksiz narsalarni yosh bolalar ko'rish mumkin emas. O'zingizga taalluqli narsanigina ko'rishingiz kerak. Ajratib ko'rsatilgan gapni ko'chiring. Gapning nima haqida aytilganini bildiruvchi so'zni so'roq berib aniqlang. Shu so'zning tagiga bitta chiziq chizing. Televizor butun dunyoni ko'rsatadi. Nima? Televizor. Bu joyda televizorga nima degan so'roq berdik. 11-mashq mana bunday bajarildi. Televizor nima degan so'roqqa javob bo'ldi. Butun dunyoni ko'rsatadi va televizor so'ziga bitta chiziq chizib qo'ying. 12-mashq. O'qing. Internet 1969-yili ixtiro qilingan.
Hozirda internet har bir xonadonga kirib bordi. Internet odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Bolalar internet yordamida ta'lim oladi, turli tillarni o'rganadi, dunyo haqida qiziq ma'lumotlar bilan tanishadi. Mana sizga bir chiroyli internet haqida tushuncha. Siz ham internetdan foydalanasizmi? Ha, albatta. Har bir xonadonga internet kirib kelgan. Internetdan biz ancha narsani bilib olamiz. Internet orqali yana nimalar qilish mumkin? Internet orqali dunyo bo'ylab sayohatlarni ko'rish mumkin. Chet eldagi qarindosh urug'lar bilan telefonda gaplashish mumkin va hokazo. Uni siz bizdan ham yaxshi bilasiz. Ajratib ko'rsatilgan gapni ko'chiring. Gapning kim yoki nima haqida aytilganini bildiruvchi so'zni so'roq berib aniqlang. Shu so'zning tagiga bitta chiziq chizing. 12-mashq. Nima? Internet odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Internet bu joyda nima so'rog'iga javob bo'lib turibdi. Tagiga bitta chiziq chizib qo'ydik. Vazifa. His-hayajon bilan aytiladigan 3 ta gap tuzing. His-hayajon bilan aytiladigan 3 ta gapning oxiriga undov belgisi qo'yiladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Men mana bunday tuzdim. Yashasin bizning O'zbekistonimiz. Undov belgisi. Tabiat qanday go'zal. Undov belgisi. Dada, men albatta ixtirochi bo'laman. 2 ta undov belgisi. Dada undov bilan aytyapti. His-hayajon bilan aytyapti. Men albatta ixtirochi bo'laman. Bunda ham undov belgisi qo'yilib turibdi. Siz ham o'zingiz xohlagan gaplarni topib, 3 ta his-hayajon bilan aytiladigan gap tuzishingiz aniq. 13-mashqda aytadiki, 2 jamoaga bo'linib, kim topqir o'yinni o'ynaymiz. Mana shu joyda siz o'zingiz sinfda ko'proq shug'ullanadigan o'yinlar bilan mashg'ul bo'lasiz. 14-mashq. Rasmga qarab kichik hikoya yozing. Mana bu joyda 6 ta rasm ko'rinib turibdi. Bu joyda o'g'il bola, o'quvchi o'ylanib, nimalar haqida suhbat yuritishni xayol surib turibdi. Bola ixtiro qilmoqda. Kosmosga uchish bo'yicha raketa kashf qilmoqchi. Raketa ham kashf qildi va unga o'zining kiyimlarini kiyib oyga qarab uchdi va oyda kerakli narsalarni kuzatib turibdi. Uyga vazifa. Televizor va internetning foydali xususiyatlari haqida 2 tadan gap tuzing. Vazifa. Televizor bo'lmasa, insonlar dunyo voqealarini bilmas edi. Yana bitta gap qo'shib yozib qo'ying. Bu joyda televizor tagiga chizib qo'yamiz va nima so'rog'iga javob bo'lishini ham aniqlab qo'yamiz. Internet haqida juda ko'p gapirsak bo'ladi. Nima internet? Chunki internet orqali biz televizorda ham, telefonda ham turli kerakli foydali narsalar ko'rish imkoniyatiga egamiz. Mana sizga televizor va internet haqida uyga vazifa. 14-mashq bo'yicha mana bunday gap tuzildi. Saidjon kim nimalarni o'yladi? U oyni kuzatsam, u yerda nimadir kashf qilsam deb qo'ydi. Kim? Said raketa kashf qilishni o'yladi. So'ngra kiyimini kiyib oyga uchdi. U oyda hamma planetani kuzatdi va o'zida yo'q xursand bo'ldi. Mana 14-mashq haqida mana shunday gaplar tuzsangiz bo'ladi. Undan tashqari o'zingiz qiziqishingiz bo'yicha ham chiroyli gaplar topib yozsangiz o'zingizga foydasi bor. Bu gaplarda Saidjonning tagiga bitta chiziq chizdim. Bu kim so'rog'iga javob bo'ladi. U ham Saidjon to'g'risida kelayotgan gap. U kim? Said kim? Raketa nima?
bu yana u haqida, sayt haqida ketayotgani uchun uni tagiga u kim so'rog'iga javob bo'ladi. Mana hurmatli aziz mening bolajonlarim, bugun ona tilidan sizga kerakli mashqlar bajarildi. Xayr mening azizlarim.